Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana O'jon Kamalov. Bilib bo'lgan ham ma'lum o'quv toifalar bilan hozir aytib o'tgan poliploidiya xromosomalar sonining karrali ortishi bitta deyoldik. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana O'jon Kamalov. Bugun challenge 7-kuni biologiya oitasigacha bilimlarimizni ko'paytirib olamiz degan umiddaman. Agar biladigan bo'lsangiz mustahkamlab olasiz degan umiddaman. Demak do'stlar, bugun sizlar bilan poliploidiya bilan tanishamiz. Aytgancha videoni oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsangiz, bir ajoyib voqea hozir yurishdan qaytib o'tgandan ajoyib bir voqea bo'ldi. O'sha haqida gapirib beraman. Xo'p, do'stlar, poliploidiya. Asosan men yangi universitet darsligidan foydalanyapman. Asosiy manbalar o'sha asosda ketyapti. Genom mutatsiyalar bor edi. Monosomiya, trisomiya, polisomiya va poliploidiya. Bugun biz poliploidiya bilan tanishamiz. Poliploidiya demak genom mutatsiyalarining bitta turi ekan. Aytib o'tgandim, har bir tirik organizmni turini o'ziga xos miqdorda, ma'lum miqdorda xromosomalari bor. Xromosom o'zi nima edi? Mana bu qoshimiz bitta belgi, u genda namoyon bo'ladi. Gen orqali ana shu genlari o'zida ushlab turadigan tuzilma bu xromosoma. Odamda 46 ta, shimpanzeda 48 ta, no'xatda 14 ta. Deylik, shimpanze maymunini xromosomasi 48 ta bo'lib, 24 tasini onadan, 24 tasini otadan oladi. Ana shu 48 ta xromosomali shimpanze agar 47 ta xromosomaga ega bo'lgan farzand tug'ilib qoladigan bo'lsa, unda monosomiyaga uchragan bo'ladi. Sababi u beta xromosomi kamaygan bo'ladi. Aksincha 48 ta emas 49 ta xromosomaga ega bo'lgan shimpanze dunyoga keladigan bo'lsa, u esa trisomiya bo'lar edi. Agar 2 dan ortiq, deylik 48 ta xromosomaga ega bo'lgan shimpanze maymun avlodida 50 ta yoki 51 ta xromosomaga ega bo'lgan maymun dunyoga keladigan bo'lsa, bu polisomiya bo'lar edi. Poliploidiya o'zi nima? Endi poliploidiya shunday narsaki, masalan, deylik, o'sha shimpanze maymunida 48 ta xromosoma bor. Bu doim biz uchun 2 to'plam. O'zi to'plam nima desa, bizda gaploid, diploid, triploid bir qancha to'plamlar bor. Unga alohida to'xtalaman. Xudo xolos keyingi videoni shunga atashga harakat qilaman. 48 ta xromosoma biz uchun 2. Endi 48 2 bo'lsa necha? Albatta 24. Demak, bitta to'plamimiz 24 ga teng ekan. Har bitta organizmda ikkita to'plamni o'ziga birlashtirar ekan. Endi shu to'plamlarning karrali ortishi, masalan, endi shimpanze emas, asosan bu o'simliklarda ko'proq uchraydi. No'xat o'simligini olaylik. No'xat o'simligining 2 eni 14 ga teng. Eni nechaga teng bo'ladi? 14 2 ga bo'lsak 7. Ana shu 7 o'zi normal no'xat o'simligida 14 ta xromosoma bo'lishi kerak edi. Endi u 21 ta bo'lib qoldi. Ya'ni bitta en to'plam ko'payib 3 en bo'lib qolyapti. Ana shuni poliploidiya deyiladi. Karrali ortish deyiladi. Poliploidiya ham o'z navbatida monozanatli, muvozanatsiz turlarga bo'linadi. Poliploidiyani asosan o'simliklar olamida muhim. Masalan, biz karam o'simligi bor, unda 18 ta xromosoma bor. Endi uni karrali ortishi nechta bo'ladi? 36 ta bo'ladi. Teng nisbatda olsa. Endi qarang, biz karam o'simlikning bargini iste'mol qilamiz-da. Endi 18 ta xromosomaga ega bo'lgan karam o'simligi kichikroq bo'ladigan bo'lsa, unda barg hosil qiladigan genlari kam miqdorda bo'ladigan bo'lsa, endi u poliploidiya mutatsiyasiga uchratilsa yoki uchragan bo'lsa, uning karami kattaroq bo'ladi va biz uni iste'mol qilamiz. Do'stlar, menimcha sal uzoqroq bo'lib ketdi, lekin bu kerakli mavzu edi, qadrli do'stlar. Aytmoqchi bo'lgan gapim, kecha video qila olmadim. Bugun telefonimda video qo'yaman, rezinkalar bog'lab olganman. Nima qildim desa, telefon doktoriga olib bordim. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketdi. Bu yaxshi yangiliklardan biri. Qolaversa yo'lda kelayotganimda bitta qo'shnimiz og'irroq yuk bor ekan, ko'tarib olishimizni yordamlashardi. Bu yerda nimani ko'tarib olganim, kim, qandayligicha qiziq joyi yo'q yoki juda fantastik joy bo'lgani yo'q. Kirdim, ko'tarib yubordim va men qulog'imga naushnik taqib olgan edim. Aytayapti-da, doim naushnik taqib yugursa zo'r bo'ladi deyapti. Ya'ni siz yuguryapsizmi demayapti. Chunki taxminan 1 yildan oshdi. O'tgan 2-iyunda boshlagan bo'lsam, mana 1 yildan beri yuguraman. O'zi bilib bo'lgan hamma. Endi bu yerda yugurish haqida gap ketmayapti. Tushunasizmi? Ya'ni siz qanday bo'lsangiz, agar eplamachi bo'lsangiz, o'zi odamlar biladi. Voy sen eplamachisan desa, faxrlanib ketib qolmang. Mana bu o'quvchi toifalar bor-da. Haqiqatdan o'zlashtirish zo'r. Masalan, hozir aytib o'tgan poliploidiya xromosomalar sonining karrali ortishi bitta deyoldik. O'zlashtirish oson, lekin uni takrorlab, mustahkamlab yurmaydi. Aytadi-ku, takrorlash bilimlarning onasi deydi. Bu fakt.
eplamachilik. O'zi hayotimiz to'la hamma yo'q eplamachilik bo'lib ketyapti. Ya'ni nimadirni soxtaliklar zo'r bo'lib, nima deydi, avjiga chiqqan zamondamiz. Imkon qadar o'zim ham qo'rqaman eplamachi bo'lib qolishdan yoki bo'lmasam o'zim unaqa niyatim yo'q. Lekin qilayotgan xatti-harakatlarim eplamachilikni berib qolishdan qochaman. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, sizga kimdir maqom beryapti. Sen shunaqasan-da, sen o'tkirsan-da, sen bu narsani yoraversan-da deb turib, ba'zan kinoya bilan aytilgan gaplarga ishonib qolmang. Sababi u fakt emas. U shunchaki siz eplamachiligingizga, ya'ni odamlar shunchaki men yugurayotganim normal qabul qilishni boshladim. Odamlar siz qayta bitta ishni qoyil maqom darajada bajaryapman deb turib, ya'ni o'zingizni minusingizga yoki o'qituvchingiz bir yo'l gapirdi, ikki yo'l gapirdi o'qimayotgan bo'lsangiz, siz sen ha o'qimaysan, sen dangasasan deb faxrlanib yurmang. Sababi natijangiz, hayotda hamma natijasi qanaqadir o'xshamay qolsa, afsus qilib qoladigan o'zingiz. Video uzundan uzun bo'lib ketib qoldi. Xafa bo'lish yo'q, do'stlar. Intizom bu muvaffaqiyat keladi.